Selam dostlar, Qozonimiz bo'yicha sayohatimizni davom etamiz. Bugun biz Kirov rayonida, Petrov parkida. Petrov parkining qopqosi deb yubiley arkasini otdilar. Ana shulay Krasnoy Vorota qizil qopqa deb yurtadilar. Arka qizil ham oq tuslardan turganga ko'ra uni qizil qopqa deb ataganlardir da endi. Hozirgi vaqtda arka Kirov rayonining simvoli bo'lib turadi. Yubiley arkasining madaniy ham tarixiy haykal statusina ega. U Qozon dori zavodining 100 yilligina bag'ishlanib, 1888-yilda tuzilgan. Qozonda Davlat qozona dori zavodi Abi podsha Yekaterina II buyrug'i bilan 1788-yilda tuzilgan. Arkaning frontonlarida Yekaterina II'ning ham Aleksandr Ishning benzinlarida ko'ra olamiz. Demak do'stlar, Yekaterina II davrida dori zavodi tuzilgan. Aleksandr Ish zamonida arka qurilgan. Ani ishim bu bog'chani Petrov parki deb ataylar deysizmi? Hozir borisini da bilirsiz. Park 1889-1918 yashagan shahardashimiz dori zavodi ishchisi Roman Yefimovich Petrov ismini yurtgan. 1918-yilda Roman Petrov Qizil armiyaga yordam etish uchun qurolli otryad uyushtiradi. Lekin otryad tormor etiladi, a Petrov otib o'tiriladi. Dori zavodi yetakchiligi yigitning botirligi hurmatini Predreziya qarshidagi maydonni, so'ngroq ondagi parkni Petrov ismi bilan atarga qaror chiqaradi. Parkning tub aleysidan borganda Petrov istaligine qo'yilgan byust yonidan o'tasing. Parkda shulayıq Buyuk Vatan so'g'ishida halok bo'lgan Kirov rayoni botirlarına qo'yilgan obelisk turadi. Kunda da Petrov ismidagi park shaharlilarning yaratgan yol iturini. Qozonning har bir qishmog'i tarixiy voqealarga boy ekanini unutmag'iz do'stlar. Tug'an yoq tarixini o'rganigiz, sog' bo'ling'iz.